Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning muborak jasadlarini o'g'irlashga 3-bor urinish. Bu urinish Nuriddin Mahmud Zangiy zamonlarida bo'lgan. Ba'zi nasroniy podshohlar ikkita mag'riblik xristian nasroniyni yuborishadi va ular Masjid-i Nabaviyning yaqinidan uy sotib olib, tunnel qazishni boshlashadi. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Mahmud Nuriddin Zangiyning tushlariga kirib, meni mana bu ikki kishidan qutqar deb tushlarida xabar beradilar. Va Nuriddin Zangiy rahmatullohi alayhi Madina Munawvaraga kelib, bu ikkalasini topadilar va ikkalasini qatl qiladilar. 4-bor urinish esa bir to'da nasroniylar haj karvonlariga hujum qilib, hattoki shu darajaga yetadiki, Madina Munawvaraga borib Rasulullohning jasadlarini qazib chiqarishga ham ochiqdan ochiq jur'at qilishni boshlashadi. Lekin Alloh taolo ularni shunday mahv qiladi. Misr va Iskandariyadan chiqqan musulmon kemalari ularni ortidan borib, barchasini asriga olib, hammasini tarqatib yuborishadi. 5-urinish. Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumolarning qabrlarini qazish niyatida bo'lgan Hijriy 7-asr, milodiy 13-asr boshlarida 40 kishi qabrni qazish uchun keladi. Lekin Alloh taolo ularning barchalarini qo'rquvga solib, hammalarini Madinaning yerlariga yuttirib yuboradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bizlardan salot salomlarimizni yetkazsin. Bu xabarlar Tarixul Masjid-i Nabaviy Sharif nomli kitoblarda kelgan. Imom Samhudi va Ibn Haldun o'zlarining kitoblarida bayon qilganlar.